Ibrohim surasi bor. Eslab qoling, yoshlar bir joyga yozib olinglar zametkalarga. Yozing, telefoningizni olib yozib oling. Ibrohim surasining 40-oyati bor. Ibrohim surasining 40-oyatida Hazrati Ibrohim alayhisalom Ka'bani qurib bo'lib, qo'llarini duoga ochib duo qilyaptilar. Astagfiru billah. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal duo. Ey Allohim, meni ham, zurriyotlarimni ham namozxonlardan qilganda duo qilyapti. Shu duoni ko'p qilaylik-da. Bolangiz aytmasa ham o'zi ibodat qiladigan bo'lib bo'ladi. Xudo xolos. Xudodan so'raveraylik-da. Ibrohim surasining 40-oyati. Ibrohim surasi bor. Eslab qoling, yoshlar bir joyga yozib olinglar zametkalarga. Yozing, telefoningizni olib yozib oling. Ibrohim surasining 40-oyati bor. Ibrohim surasining 40-oyatida Hazrati Ibrohim alayhisalom Ka'bani qurib bo'lib, qo'llarini duoga ochib duo qilyaptilar. Astagfiru billah. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal duo. Ey Allohim, meni ham, zurriyotlarimni ham namozxonlardan qilganda duo qilyapti. Shu duoni ko'p qilaylik-da. Bolangiz aytmasa ham o'zi ibodat qiladigan bo'lib bo'ladi. Xudo xolos. Xudodan so'raveraylik-da. Ibrohim surasining 40-oyati. Ibrohim surasi bor. Eslab qoling, yoshlar bir joyga yozib olinglar zametkalarga.